Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasi Mava. Do'stlar, bugungi videomizda o'tgan videoni ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerdagi Killer hamda Watch Session'larni kuchaytirgan edik. Shuning uchun ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni albatta tavsiya qilaman. Demak, bemalol kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, xotirjam oldingi videolarimda ham ko'rsangiz bo'ladi. Ajoyib videolar joylab borganman. Demak, bugungi videomizda ham shu videoni cho'zib o'tirmayman. O'tgan videomizda mana skautlar chaqirgan edik. Hop, do'stlar, bugungi videomizda esa hech qanday skautlarsiz sekin boshlasak ham bo'laveradi. Demak, do'stlar, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Albatta, Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'ling, chunki u yerda ajoyib sizga kerakli ma'lumotlar. Videoni albatta birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlasangiz, albatta yo'lga videoni joylagandan keyin tashlayman linkini. Yo'q ham premyerasini aytaman. Har xil o'yinlar yoki bonuslar bo'ladi. Demak, do'stlar, mana birinchi kuchaytirishni ham berib oldik. Killer Navsga tushmoqda. Ajoyib 82 lik kartasiga erishdi. Hop. Navbatdagi kuchaytirgichimiz ham Killer Navsning KKH darajasiga tushmoqda. To'g'risi shuni zo'roq qilib aytilgan variantini bilmayman, siz bilsangiz yozib keting. Hop. Menimcha KKR bu havodagi to'p bilan yaxshi o'ynash, KKH esa pastdagi to'plarni yaxshi qaytarish bo'lsa kerak. To'g'rimi do'stlar? Kommentda yozib ketinglar. Hop, endi esa Killer Navsga tushmoqda. Yaxshi ketyapti. Mana Watch Session'dan esa mana pastdagi KKH darajasi 80 lik reytingga ko'tariladi. Menimcha bu kuchaytirgichlar albatta yetmaydi full qilishga, lekin keyingi videolarda albatta full qilamiz. Bugungi videomizda esa shu boricha foydalanib kuchaytirgichlardan albatta sizlarga qiziqarli video kontentlarni joylab boraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, mehnatni qadrlagan holatda videoga like bosing. Hop. Mana Watch Session'ning KKR darajasi 88 lik reytingga ko'tariladi. Yaxshi ketyapti hozircha. Do'stlar, 10 ballik sistemada baholang 1 dan 10 gacha. Albatta, menga bu juda ham qiziq bo'lar edi. Yaxshi ketyaptimi? Do'stlar, omad so'zini yozib qoldiring. Men bundan motivatsiya olaman. Albatta, sizga qiziqarli bo'lgan video kontentlarni joylab boraman. Hop, mana Killer Navsga tushmoqda yana. Hey bro, kanalga obuna bo'ling. Watch Session. Session'da 89 lik reyting. Biroz yetmay qolar ekan kuchaytirgichlarimiz. Full bo'lib qolishi ham mumkin, lekin hamma kuchaytirgichlarimiz to'pga tushib. Lekin Killer Navsda shu KKH darajasiga kam tushdi. Lekin 80 lik reytingga ko'tarilib qo'yganda juda ham yaxshi bo'lar edi. Lekin esa Session'da esa ajoyib ketmoqda, lekin 90 lik kartasiga ham erishdi. Full bo'lib qolishi ham mumkin edi, lekin bizda kuchaytirgichlar kam. Mana tepasidan 90 chiqdi, reytingi ham 90. Session'ga bitta kuchaytirgich tushsa, menimcha u full holatga yetadi. Ajoyib ko'rinishda mana shu holatda ham Session, mana shu holatda ham full bo'lganda ham yaxshi bo'lardi, lekin tepasiga 91 lik
tepasi KKRS 91 bo'lsa, o'zini ko'rsatkichi ham 91 bo'ladi. Shunda ham yomon kuchaymagan bo'ladi. Va bizda kuchaytirgichlar qolmadi. Do'stlar, agar bu videoni davomini bu futbolchilar qanday tarzda futbol bo'lganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib, tezda videoga like bosing, qo'ng'iroqcha bosib qo'ysangiz birinchilardan bo'lib bu videoning davomini ko'rasiz. Sizlar bilan Dalasa Mava bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.